aka nimaga tushunmaysiz? Ular shunchaki meni olib borib qo'ydilar xolos. Tushunyapsizmi? Nima? U seni haligacha ortingdan yuribdimi? Shuni aytaman-da. Ikkita bolasi bo'lsa ham ko'ngil uzolmayapti-da, akajon. Gulzoda bas qiling iltimos. Bilmasa gapirmaydi u. Farzandli bo'lamayotganingiz uchun foydalanyapsizmi, ovsin? Uni menga husumati yo'q, shunchaki meni hurmat qilgani uchun to'xtadi, tushunyapsizlarmi? Oramizda hech narsa yo'q, nimaga tushunmaysiz? Menga qara, nima keragi bor edi uni begona mashinaga o'tirishi? Nima keragi bor edi? Hech bo'lmasa, mahallada gap bo'laman deb o'yladingizmi? Zaynab, bu nima qilganing, ha? Nima qilganing? Nega begona mashinaga o'tirasan? Avvalam ko'p o'tirganlar, ko'p ko'rganman. Gulzoda, ko'chadagi gapni nimaga uyga tashib kelasiz? Ha endi, mulla akam oldin ostida deyapman-da. Mahallagacha kelib qo'yganmasdan. Ha endi ertaga uyga shunday kirib kelmasin. Menga qara, sendan buni kutmagan edim. Sendan bu narsani kutmagan edim. Shohjahon aka, hech narsa yo'q o'rtamizda, tushunyapsizmi? Bo'ldi, o'chir chakagingni. Bu gaplaringga kim ishonadi seni? Yo'q, hali ham u bilan Hech narsa yo'q o'rtamizda, tushunyapsizmi? Nimaga tuhmat qilyapsiz? Gulzoda, siz bilasiz-ku hech narsa yo'qligini. Ishoning menga, Shohjahon aka. bo'ldi. Bugundan boshlab meni sendagi xotinim yo'q. Shohjahon, Shohjahon, yana